metan propanidamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi ish kunimiz ham davom etmoqda. Ichkarida Onyx va Damas mashinalarini olib qo'yganmiz. Damasga 65 talik metan balon, Onyximizga ham 90 talik metan balon joylab beryapmiz. Akkuratni qilib. Oldi qismi ustanovka jarayoni ketmoqda. Onyximizga X original reduktor, Miya Avansi 32 ga 4 miyasini qo'yib beryapmiz. Farsunkamiz Valtek italyanskiy farsunkadan foydalanyapmiz. Mashinamizga metan ustanovka bo'lyapti. Ustanovka jarayoni ketmoqda hozirda. Akkuratni qilib 5 million so'mga qo'yib beryapmiz. Damasga metan qo'yyapti. Ustanovka jarayoni vaqti bunda ham. Tepasiga hozir listlarni o'lchab kraska qilib qo'yib beramiz. Shumkalar bilan tagiga shumka qilib, kraska qilib 65 talik bilan qo'yib beramiz. Oldi qismiga 4-paketli pul chadiri bilan gazni nechta qolgan ko'rsatib pul chadiri bilan qo'yib beramiz. Mana shunaqa pul chadirdan foydalanyapmiz. Bunga ham ustanovka jarayoni ketmoqda. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.